Yangi bozor markazidan 2 xonali kvartira qidirganlarga mana shu ikkita domni 3-etajidan 54 kvadratli bor yo'g'i 49 ming dollarga ro'vining ro'parasidan sizlar uchun joy topib qo'ydik. Hamma imkoniyatlar 2 qadam yoningizda bo'ladi. Kvartiramizga kirib kelishimizda juda ham qulay bo'lib joylashgan ekan. Shunda kirganimizda mebellargacha joylashtirilgan. Qulayligi nimadaki, shunda kirganimiz bilan dushovoyimiz, sanuzulimiz, ko'chaga porchkalari qo'yilgan. To'g'rimizda spalnisi kattagina ekan. Uyimiz tarsoy bo'lgani hisobiga yon tomondan oynalar qo'yilgan. Bu yoqda kattagina zali joylashgan. Zalimiz ham anchagina o'ziga mehmonlarni qabul qila oladi. Endi bu eng qiziq joyi oshxonani olib chiqib ketilgan balkonga, bu yerda o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Bemalol bir 6 ta odam o'tirsa bo'ladi. Oshxonamiz to'liq balkonga chiqib ketilgan. Bir tarafimizda oshxona rabochiy zonasi bo'lsa, bu yoq tarafimizga tapchanlarni qilgan. 2 ta oyna obzor zo'r. Yangi bozor markazi juda ham zo'r joyga joylashgan. Kvartiramizda ko'rinib turgan hamma jihoz, mebel, bitta o'ylargacha hammasi tashab ketiladi. Shu summaning ichiga kiritilgan. Kelib, 1-2 so'mini gaplashsangiz o'tib beradigan joylari ham bor. Kim yangi bozorning markazidan shunaqa 54 kvadratli 2 xona, 3 xona qilingan kvartira qidirib yurgan bo'lsa, mana sizlarga tayyor kvartira markazga joylashgan. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilaverasizlar.